Shunda bir komplekt Madonna naborga nuni qo'shib beraman deb Bir 12lik bajimasi, 12 dana stakan, 2 dan pannosi, 2 pechonisi, 36 kashkul canavar besplatniy bo'ladi. Like bosib kelsalarni videoga. Bir dana zarpandosi besplatniy bo'ladi. Obuna bo'lib kelsangiz, bir dana katta qaynachaniki besplatniy bo'ladi. Agar kommentariy yozdim desangiz, 2 dana lonkadoni, bir dana chirasi, 2 dana chay tashakka besplatniy bo'ladi. Bir like bosqani obuna bo'lgani uchun shuncha sovg'a. Hammasi besplatniy tekinga bo'ladi. Hozirda o'zingda like-ni bosib qo'ying unda. Bu narsalar chetga qo'yib turamiz. Men sep uchun emas, uyim uchun avatirman desamni? Bir komplekt Madonna olasiz, to o'zining ham birsini qo'shib beramiz. Like bosib kelsangiz. Agar bir dana like bosganingiz uchun pichoq nabori tekinga bo'ladi. Kommentariy yozganingiz uchun 2 dana padosi, 2 dana pechonisi tekinga bo'ladi. Obuna bo'lib kelsangiz, bir dana kashkul canavar, bir dana blender besplatniy bo'ladi. Ko'rib turibsiz, obuna bo'lgan, like bosgan va komment yozganingiz uchun sizda umumiy 5 sekund vaqt ketadi. Bu yoqdagi yurakni qizartirasiz. Mana turibdi. Ustidan bosib qo'ying bo'ldi. Komment qo'yasiz, chiqir fikrni chiroylisimdan yozasiz va pastda podchacha kropka chiqib turibdi, obuna bo'lib qo'yasiz. Shuncha sovg'a, bir Madonna komplekt olgan vaqtingiz qo'shib berilib turibdi. O'zi bahosini so'mdan shuncha vaqt qo'shib berganga yarasha. 1 million 100 ming so'mdan 3,5 million so'mgacha va xohlamadimdan saytilgan hamma narsasi besplatniy bo'ladi. To'xtab turing, 1 million 100 dan deb siz 1+1. Shunda danasincha so'mdan 550 ming so'mdan keramcha naborni pulidan tushadi. Madonna komplekt 550 dan. 550 dan tushadi. Shunda bir zavtrik naborga nuni qo'shib berasiz. Bir dana like bosibdan so'ng 36 kashkul canavar tekinga, kommentariy yozib kelsa blender tekinga bo'ladi. Obuna bo'lgancha bir dana termopod besplatniy bo'ladi. To'xtam, shunda obuna bo'lgani uchun bir termopod, like bosgani uchun qashqilka nabor, yana blender komment yozgani uchun. Videoga hozirdan o'zingizdan like ni bosib qo'ying, komment qo'yib turib, yaxshi fikringizni yozib qoldiring va qo'limda ko'rib turgan ikki sovg'a sizniki. Hali obuna bo'lmadingizmi? Pastdagi podchacha knopkasini bosib, hozirdan o'zingizdan obuna bo'lib qo'ysangiz, qo'shimchasini bir termopod, shu zavtrik nabor xarid etgan vaqtingiz sizga 100% bepulga qo'shib beriladi. Shunchalik sovg'a sizni kutib turibdi. Like ni bosasiz, obuna bo'lasiz va komment yozasiz. Endi manzil tushuntiramiz. Shunchalik arzon narxdagi posudalar, shunchalik sovg'alar nerda berilib turibdi? Qaysi do'konda o'zi? Orqamda ko'rib turganingizda Shahzod Optum do'konda, ya'ni o'zlarimizning 4 kunlar bo'ladi og'alar. Manzil tushuntiring. Gunchqadar olsa 4 yil bozorda so'rasangiz hamma biladi. Kunlik chiqasiz, Gunchqadardan chapaylansangiz 30 metr yurgangizda katta piyazko'l Shahzod Optum do'koni bo'ladi. Beruniydan kesalarni. Beruniy Xorazm tarafdan keladigan bo'lsangiz, oldingizda mechit chiqadi. Mechitni o'tganingizdan keyin birinchi va ikkinchi svetofordan chapaylansangiz 100 metr yursangiz katta ko'rsatadi. Shahzod Optum posta do'koni bo'ladi. Qisqa aytib aytadigan bo'lsak, pastda telefon nomeri qoldiramiz va videoni hozirdan o'zida yaqinlaringizga qaysi insonni yaqin deb bilsangiz, barchaga berib tasam, bundan narx har kun ham bo'lavermaydi. Barchangizni kutib qolamiz. Dastlabkilar ketib qo'yadi. Shunda bir komplekt Madonna naborga nuni qo'shib beraman deb. Bir 12lik bajimasi, 12 dana stakan, 2 dan pannosi, 2 pechonisi, 36 kashkul canavar besplatniy bo'ladi. Like bosib kelsalarni videoga. Bir dana zarpandosi besplatniy bo'ladi. Obuna bo'lib kelsangiz, bir dana katta qaynachaniki besplatniy bo'ladi. Agar kommentariy yozdim desangiz, 2 dana lonkadoni, bir dana chirasi, 2 dana chay tashakka besplatniy bo'ladi. Bir like bosqani obuna bo'lgani uchun shuncha sovg'a. Hammasi besplatniy tekinga bo'ladi. Hozirda o'zingda like ni bosib qo'ying unda. Bu narsalar chetga qo'yib turamiz. Men sep uchun emas, uyim uchun avatirman desamni? Bir komplekt Madonna olasiz, to o'zining ham birsini qo'shib beramiz. Like bosib kelsangiz. Agar bir dana like bosganingiz uchun pichoq nabori tekinga bo'ladi. Kommentariy yozganingiz uchun 2 dana padosi, 2 dana pechonisi tekinga bo'ladi. Obuna bo'lib kelsangiz, bir dana kashkul canavar, bir dana blender besplatniy bo'ladi. Ko'rib turibsiz, obuna bo'lgan, like bosgan va komment yozganingiz uchun sizda umumiy 5 sekund vaqt ketadi. Bu yoqdagi yurakni qizartirasiz. Mana turibdi. Ustidan bosib qo'ying bo'ldi. Komment qo'yasiz, chiqir fikrni chiroylisimdan yozasiz va pastda podchacha kropka chiqib turibdi, obuna bo'lib qo'yasiz. Shuncha sovg'a, bir Madonna komplekt olgan vaqtingiz qo'shib berilib turibdi. O'zi bahosini so'mdan shuncha vaqt qo'shib berganga yarasha. 1 million 100 ming so'mdan 3,5 million so'mgacha va xohlamadimdan saytilgan hamma narsasi besplatniy bo'ladi. To'xtab turing, 1 million 100 dan deb siz 1+1. Shunda danasincha so'mdan 550 ming so'mdan keramcha naborni pulidan tushadi. Madonna komplekt 550 dan. 550 dan tushadi. Shunda bir zavtrik naborga nuni qo'shib berasiz. Bir dana like bosibdan so'ng 36 kashkul canavar tekinga, kommentariy yozib kelsa blender tekinga bo'ladi. Obuna bo'lgancha bir dana termopod besplatniy bo'ladi. To'xtam, shunda obuna bo'lgani uchun bir termopod, like bosgani uchun qashqilka nabor, yana blender komment yozgani uchun. Videoga hozirdan o'zingizdan like ni bosib qo'ying, komment qo'yib turib, yaxshi fikringizni yozib qoldiring va qo'limda ko'rib turgan ikki sovg'a sizniki. Hali obuna bo'lmadingizmi? Pastdagi podchacha knopkasini bosib, hozirdan o'zingizdan obuna bo'lib qo'ysangiz, qo'shimchasini bir termopod, shu zavtrik nabor xarid etgan vaqtingiz sizga 100% bepulga qo'shib beriladi. Shunchalik sovg'a sizni kutib turibdi. Like ni bosasiz, obuna bo'lasiz va komment yozasiz. Endi manzil tushuntiramiz. Shunchalik arzon narxdagi posudalar, shunchalik sovg'alar nerda berilib turibdi? Qaysi do'konda o'zi? Orqamda ko'rib turganingizda Shahzod Optum do'konda, ya'ni o'zlarimizning 4 kunlar bo'ladi og'alar. Manzil tushuntiring. Gunchqadar olsa 4 yil bozorda so'rasangiz hamma biladi. Kunlik chiqasiz, Gunchqadardan chapaylansangiz 30 metr yurgangizda katta piyazko'l Shahzod Optum do'koni bo'ladi. Beruniydan kesalarni. Beruniy Xorazm tarafdan keladigan bo'lsangiz, oldingizda mechit chiqadi. Mechitni o'tganingizdan keyin birinchi va ikkinchi svetofordan chapaylansangiz 100 metr yursangiz katta ko'rsatadi. Shahzod Optum posta do'koni bo'ladi. Qisqa aytib aytadigan bo'lsak, pastda telefon nomeri
kommentariy qoldiramiz va videoni hozirning o'zida yaqinlaringizga qaysi insonni yaqin deb bilsangiz barchaga berib qo'ysam, bundan har kun ham bo'lavermaydi. Barchangizni kutib qolamiz. Dastlabki ketib qo'yadi.